Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda ushbu avtomobil Dongfeng 008 2026 restyling pozitsiyasini obzor qilib chiqamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, videoni boshlashdan oldin like hamda obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Avtomobilimiz 7 o'rindiqli bo'lganligi uchun to'laqonli crossover tipiga kiradi. Ushbu avtomobil gibrid hisoblanib, elektrli o'zida 210 km, gibrid holatda 1300 km bosib o'ta oladi. Kapot tagida 1.5 turbina dvigatel joylashtirilgan bo'lib, 272 ta ot kuchiga ega. Avtomobilning tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, old faralarimiz qo'shilib ketgan LED chiroqlar bilan jihozlangan. Oldi bamper hamda orqa bamperimizda 6 tadan jami 12 ta sensor datchiklarimiz mavjud. Old radiator reshotkalarimiz pastda joylashtirilgan. O'rtoqli, bu avtomobilda jami 8 ta kamera joylashtirilgan bo'lib, uni 7 tasi tashqi tarafda, bittasi salon qismida bo'ladi. Avtomobilingizda katta o'zgarishlardan bittasi bu yangi dizayndagi 21 diametrli diskalar joylashtirilgan. Yon bokovoy oynalarimiz qoraytirilgan. Ibotda ko'rishingiz mumkin. Pavorotnik chiroqlari bor. Avtomobilning tom qismidagi shoxlari oldingi pozitsiyalarda faqatgina qora rangda bo'lgan. 26 restyling pozitsiyamizda yangicha rang seri bilan chiqyapti. Eshik ruchkalarimiz besklyuchovoy dostуп bilan jihozlangan. Endilikda siz avtomobilni xarid qilganingizdan keyin tonirovka qilishingiz shart emas, chunki zavod tomonidan avtomobilning orqa oynalari qoraytirilgan kelyapti. Endi sizlar bilan avtomobilning saloniga nazar tashlaymiz. Voy, mana buni qaranglar. Dokumentlaringiz sochilib yotmaydi endi. Mana bu qog'ozlar sochilib yotishini qaranglar. Endi bu avtomobil bilan sizda bunaqa muammo bo'lmaydi. Dokumentlarni o'zini qo'yadigan joylarigacha bor. Avtomobilga chiqib tushishingiz uchun bunaqa joylarida ruchkalar qilib qo'yilgan. Bemalol ushab chiqib tushasiz. Ruchkalarimizda pastakanliklar joylashtirilgan. Ichki qismida bitta knopkani bosib turib pastakanlikni chiqarishingiz mumkin. Agar siz avtomobilda ish qilib ketaman desangiz, buni ham muammosi yo'q. Bu yoq o'rindiqga shundoq o'tamiz. Bu yerda mana bunaqa joy bor. Imенно siz notebookda bemalol ishlab ketishingiz uchun ajoyib yechim. Avtomobilimiz to'liq eko-koja bilan qoplangan. 4 ta sidinkamizda abduf, abagrev funksiyalari bor. Bundan tashqari avtomobilni oldi qismiga o'tadigan bo'lsa, voy, mana massajini qaranglar. Endi haydovchi uchun shunaqangi qulaylik qilib qo'yishgan, uzoq masofalarga, viloyatlarga qatnayotganingizda massaj yoqib qo'yib, bemalol ketasiz-ku, maza qilib. Yo'lda ketayotganingizda sizga qulay bo'lish uchun cruise control, полоса держания, знак читания funksiyalari ham bor. Buni qisman avtopilot qilib turib ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, cruise control qo'yib qo'yasiz, oldingizdagi mashina, orqadagi mashinaga masofalarni belgilab qo'ysangiz, avtomobilingiz polosadan chiqib ketmagan holatda bir xil skorostda distansiyani ushab ketaveradi. Bu mashinada sizga maza qilib haydashingiz uchun ikkita 15.6 dyumli monitorlar joylashtirilgan. Bu monitorda Huawei eng oxirgi chipsetlari joylashtirilgan. Bu sizga nima beradi? Mashinada monitorni ishlatishingiz juda ham yumshoq, qotmaydi. Undan tashqari qo'shimcha programma, приложениялар установка qilsangiz bo'ladi. Orqa monitorimiz qo'l harakatlari bilan ishlaydi. Ya'ni qo'lingizni 5 qilib ko'rsatasiz, monitorimiz pastga tushadi. Musht qilib ko'rsatasiz, monitor yopiladi. Plus OK qilib ko'rsatsangiz, qo'l harakatida avtomobil rasmga oladi. Monitordan 360 kamerani yoqib qo'yib, registratorni yoqib yursangiz ham bo'ladi. Bu faqatgina oldi qismini emas, avtomobilingizni 4 tala qismini bir vaqtda o'zida syomka qilib ketadi. Hech kim e'tibor bermaydigan, lekin juda ham bir qiziq funksiyasi bor. Bu mashinada mashinaning ichida o'tirib, tashqariga gapirsangiz bo'ladi. Gapirayotgan gaplaringiz hammasi tashqariga eshitilib turadi. Yoki-da u bu kimga hazil qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda zabavniy zvukovый effekti deb yozib qo'ygan. Shundoq kirasiz. Svistok, ittakillashi, bundan tashqari har xil qo'shimcha zvuklari bor-ku. Lekin aka, bu zvuklardan 5-sini bosishni maslahat bermayman. Buni faqat videoni oxirida ko'rsatib ketaman. Endilikda siz telefoningizni zaryadlash uchun simlar ko'tarib yurishingiz shart emas. Bu mashinada besprovодной zaryadkalargacha bor. Telefoningizni qo'yasiz, telefoningiz zaryadga olib ketaveradi. Qizib ketsa-chi deb savol berishingiz mumkin. Buni ham yechimi bor. Bu yerda avtomobilning o'zida охлаждение funksiyasi bor. Konditsionerni yoqib yurganingizda telefoningiz qizimasligi uchun besprovодной zaryadkaga ham konditsioner urib turadi. Avtomobilning 3-qatori sizlar o'ylagandan ancha keng. Misol uchun, meni bo'yim 1.65.
lekin men bemalol sig'yapman. Menga yoqyapti. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, siz ham mazza qilarsiz. Podstakannik, telefon uchun joy, zaryadka qilish uchun tavsiyalargacha chiqarib qo'ygan. Isib ketmasligi uchun konteynerlari bor. Orqa tarafi konteynerlarni alohida boshqarsangiz bo'ladi. Misol uchun men isib ketayotgan bo'lsam, o'zimga konteyner yoqib qo'yaman. Oldi qatordagilar o'ziga pechkani yoqib qo'yish mumkin. Bu mashinadagi yana bir ajoyib fishkasi bor. 3-qatorsiga kerak emas bo'ladigan bo'lsa, bitta harakat bilan 3-qatorni bagaj qilib bo'ladi. Agar sizga 2-qatorlarni berishmagan bo'lsa, 3-qatorda mazza qilib yotib, panoramani osmonni ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bitta yengil harakat bilan avtomobildan tushsa bo'ladi. Yana xuddi shunaqa harakat bilan avtomobilga o'tirib olsangiz bo'ladi. Okajonim, bormi og'riq? Bu mashinani hamma sidenkalari elektropaket bo'ladi. Orqa o'rindig'imizda atamanka ham joylashtirilgan. Atamankani ochib olib, shundoq o'tirasiz. Oldinda ketayotgan sherigingiz orqaga surib olgan bo'lsa, bitta harakat bilan oldiga surib tashlaysiz-ku. Orqada ketyapsiz, mazza qilib, muzdek nimadir ichkingiz kelib qoldi. Shundoq xolodilnikni ochasiz-da, muzdek suvlarni ichasiz. Lekin aka, bu yog'iga уже ko'z qishlar kelyapti. Bunaqa muzdek narsa ichib yurmang, tomog'ingiz og'rib qoladi. Shundoq mashitga suv solib qo'yasiz-da. Mikrovolnovka qilib ishlatib yuborsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, siz uzoq safarga ketyapsiz. Katta panoramadan osmonni ko'rib ketish joningizga tegdi. Zerikib qoldingiz. Shundoq bitta qo'l harakati bilan monitorni shundoq tushirasiz. O'zingizga yoqqan narsani qo'yib olib, mazza qilib ko'rib ketasiz-ku. Agar bu monitordan ham zerikib qolib turib, shundoq sidenkani tushirib uxlayman desangiz, yana bitta qo'l harakati bilan monitorni o'chirib qo'yib, bemalol uxlab ketaverasiz, akam. Akalar, endi umuman qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Agar oynani yopayotganingizda farzandingiz yoki yosh bolani qo'li qolib ketadigan bo'lsa, oynalaringiz qisib qolmaydi. O'z holatiga qayta oladi. Bu ham mayli. Ko'rib turgan podsvetkali endilikda 64 xil rang bilan yonadi. Bu restayling avtomobilimizda yangicha обшивка qilingan eshik ruchkalari knopkaga o'zgartirilgan. Bu mashinani olganingizdan keyin akam o'zingizni aniq sevib qolasiz. Nima deysizmi? Bu yerda mana bunaqa katta oyna chiroqlari bilan qilib qo'ygan. O'zingizni ko'rib, bemalol sochlaringizni to'g'rilab ketsangiz bo'ladi. Qishki paytlarda mashinaga o'tirganingizda rul issiq bo'lib turadi-yu, shunaqa yoqadi-yu sizga. Sizning xavfsizligingiz uchun bu mashinada 10 ta xavfsizlik yostiqchalari joylashtirilgan. Umuman xavotir olmaysiz. Bu mashinani olganlar darmonda, olmaganlar armonda yuribdi o'rtoqlar. Nima deysizlarmi? Bu avtomobilimiz yumshoqlik bo'yicha hozir baland уровеньlarda yuribdi. Old podveskalarimiz McPherson, orqa podveskalar многорычажный, независимый bo'ladi. Ya'ni bu mashinada bemalol yamaladan qo'rqmasdan yursanglar bo'ladi. Salonga unaqa to'qillagan, daqillagan ovozlar bermaydi. Mashinada yumshoq yurasizlar. Voy, buni qo'yish kerak emas lekin. Bagajni kengligini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ushbu avtomobil sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, narxlari bo'yicha yoki-da qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab olishinglar mumkin. Videomizni shu joyda yakunlaymiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.